Janubiy Koreyada tug'ilishni ko'paytirish uchun chet ellik ayollarni jalb qilish g'oyasi ilgari surildi. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. Janubiy Koreyaning Jindo okrugi raisi Kim Hye-soo ayrim yig'ilishda Vyetnam yoki Shri-Lankadan ayollarni olib kelish g'oyasini ilgari surdi. Bu uzoq jarayonni boshlamasdan oldin jamoatchilikda norozilik kuchaydi. Unga hukmron partiya tomonidan jarima berilgan bo'lsa ham, Kim demografik muammolarga e'tibor qaratishni xohlagani haqida maqollar aytgan. Vyetnam Janubiy Jeolla provinsiyasi ham bu so'zlar uchun rasmiy kechirim so'rashdi. Janubiy Koreyada tug'ilishni oshirish mavzusi yanada katta janjalga aylandi. BBC xabariga ko'ra, Jindo okrugi rahbari Kim Hye-soo ochiq yig'ilishda Vyetnam yoki Shri-Lankadan yosh ayollarni olib kelish va ularni qishloq hududlardagi yosh erkaklarga turmushga berish mumkinligini aytgan. Bu gaplar televideniye orqali tarqalgach, jamoatchilikda keskin norozilik kuchaydi. Vyetnam tomoni diplomatik norozilik bildirdi. Mamlakat ichida bir necha kun davomida bahslar avj oldi. Natijada Kim hukmron demokratik partiya safidan chiqarib yuborildi. Kim keyinroq uzr so'rab, demografik muammoga e'tibor qaratmoqchi bo'lganini aytdi, ammo ishlatgan iboralari noo'rin ekanini tan oldi. Janubiy Jeolla provinsiyasi ham rasmiy kechirim so'rab, bu vyetnamliklar va ayollarga chuqur og'ir yetkazganini bildirdi. Vyetnam elchixonasi esa buni oddiy ifoda emas, migrant ayollar va ozchiliklarga munosabatlar masalasi deb baholadi. Shri-Lanka rasmiylari hozircha ochiq izoh bermadi. Yig'ilish aslida aholisi kamayib borayotgan hududni yaqin shahar bilan birlashtirish masalasi uchun chaqirilgan edi. Mutaxassislar esa, agar vaziyat o'zgarmasa, 50 million aholiga ega mamlakat aholisi 60 yil ichida yarmiga kamayishi mumkinligini aytmoqda.